Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari. Undan tashqari Luks obunachilar qanchadan beri sizlarga yangiliklar chiqarolmayotgandik. Sababi ishlarimiz ko'payib ketib, xudo xolasa bugungi videolarimiz sizlarga manfaatli videolar bo'ladigan umiddamiz. Xudo xolasa mana shunaqangi plastmassa polli to'q ketaylarimiz, mana shunaqangi alohida kelayotgan 5 xonali qo'yxonalarimiz. Undan tashqari orqamizda turgan mana shunaqangi kaziroyli yer qo'yxonalarimizni narxlarini, undan tashqari sizlarga yangiliklar tayyorlab berganmiz. Qadrdonlar, qishki, yozgi hamma faslga javob beradigan bunaqangi atroflar utub bo'lib o'raladigan, xohlagan faslaringda qo'yib boqsa bo'ladigan sharoitda xudo xolasa qo'yxonalarni chiqarib berganmiz. Hammasini xudo xolasa mana shu videolarimizda yoritib, chiroyli qilib yoritib berishga harakat qilamiz xudo xolasa. Bo'lmasa kanaldan uzoqlashmagan holda yaxshi joyga o'ynashib olsangiz, biz bo'lmasa boshlaymiz akalar. Akalarim, bo'lmasa sizlarni ko'p kuttirmagan holatda bu qo'yxonamizni qulayliklari bilan bitta tanishtirib beramiz. Bu qo'yxonamiz asosan yig'ilib sochiladigan holatda qilingan 2,5 metrga 1,5 metrlik bu qo'yxonamizda 4 ta qo'yni boqsa bo'ladi. Mana shunaqangi suv qo'yadigan joylari, hamma yo'llari bo'ladi, xudo xolasa. Taylari poltaxta, satsidan yasalgan bo'ladi akalar. Xudo xolasa har bir detalini yig'ishtirib olib qo'ysa bo'ladi. Tomlarning taylariga mana shunaqangi issiq sovuq o'tkazmaslik uchun folgalari qo'yilgan. Kimlargadir misol ichiga ventilator qo'ymoqchi bo'lganlarga ichiga ventilator qo'yish uchun tomini sal balandroq qilish imkoniyatlar bor. Endi buni qulayliklari bilan tanishtiradigan bo'lsam, qaranglar. Bu yerda yonboshlariga mana shunaqangi narsalar qilganmiz. Bu narsa yonboshlarni shunday to'sadi. To'sganda qishda misol mana qaranglar. Shunday to'sgandan keyin atrofi g'ib bo'ladi. G'ib bo'lgandan keyin ichkariga ancha-muncha sovuqni o'tkazmaydi, yo'qsa ichkaridan issiqni tashqariga olib chiqmaydi. Shu holatda bo'ladi. Buni tashqari qoplamasini akalar mana shunaqangi suv o'tkazmaydigan plastovka materialdan qilingan, ichki tarafini bozorlarda sotadigan mana shunaqangi sholcha bor, bilsizlaring. Bu 5 mm, 4 mm shunaqangi bo'ladi. Ichkariga issiq o'tmasligi uchun mana shunaqangi qallar materialdan qilingan, hali oddiy materialdan qilinmagan. Buni qo'yish tartibi mana shunaqangi metga o'zini maxsus joyini qo'yib ketganmiz. Shatga o'zini iplarini chiqarib qo'yganmiz. Shunday baylab ketilaveradi, qaranglar. Endi bu orqasida ham, yonboshida ham bor. Bularning hammasini detalni yechilgandan keyin bunday to'siladi, qaranglar. To'sildi. Yo'qda o'zini baylaydigan joylari bor, mana qaranglar akalar. Bitta shuni baylab qo'yilsa, g'ib bo'lib, bular yana ham taranglashib ketaveradi borgan sari. Shu holatda. Mana shunday bog'lanadi. Bu yonboshidagini ham, buni ham iplari ko'p, hammasini baylab sizlarga tushuntirib o'tgan allaqa bo'lmayapti. Fursat shuncha, sizlarga vaqtlaringiz olmasligi uchun hammasini bittadan bog'lab ko'rsatib beryapman akalar. Mana qarang. Shu tushirasizlar. Bu tarafini ham mana shu holatda bog'lanadi. Shunda ichkariga havoda yurishini, tashqaridan ichkaridan tashqariga havo yurishini cheklaydi. Qaranglar, ichkari ponni to'siladi, afishka bo'lib, hali qishdan bemalol endi qo'rqmasdan qo'yib olsalar bo'ladigan sharoit bo'ladi akalar. Xudo xolasa, mana shu qo'yxonamizda akanimizda 4 ta 5 ta qo'yni boqsa bo'ladigan holatda bo'ladi. Endi narxchi deganlarga mana shu holatda tayyor bo'lishi akalar 4,800,000 so'mga ponni komplekt yonida, atrofida ashpkalari bilan hamma holatida xudo xolasa tayyor bo'lyapti. Dastavka masalalariga keladigan bo'lsa, dastavka masalalari Farg'ona Marg'ilon shahar ichiga bepul, qolgan joylarga kelishilgan holda hamma qo'yxonalarimizni. Endi yana qiziq joylardan, to'q ketaylarimizni tanishtirib beraylik. Eng qiziq joylarni tanishtirib, birinchi sizlarga akalar, qaranglar. To'q ketaylarimiz, oxirjalar mana shu kirib chiqadigan oxirlar qilyapmiz. Sababi bilasizlar, ko'pchilikning uyida maytga setka qilib bering deyishardi boshida. Sababi setka qilib bersa, qushlar donini yeb qo'ymasin deb hozir shuna qilyapmiz. Buni ichkariga suriladigan qilyapmiz. Qush ham kelolmaydi, mish ham kelolmaydi, it ham kelolmaydi ichkariga. Taydan aka tortmalari bor. Bu tortmasiga ichida axlatlar shuni tushadi, to'kib turib yumchaqa yana surib bersalar ham bo'ladi. Mana qanday go'ngga tushadi deganlarga mana plastmassa pol qilingan, oyoq tagi va shu plastmassa poldan oralaridan to'kilib, tagiga to'kilib ketaveradi. Ichlariga qo'naqqa joylari qo'yib ketilgan akalar. Xudo xolasa, bu yonboshiga o'tadigan bo'lsak, ikkita to'g'da bemalol tuxum qo'yadigan ikkita xonaga bo'lingan tuxum xonasi bo'ladi. Yonboshida bemalol olib turib, o'g'lim tuxumni olib keling deb turib, tuxumni oldirib kelib, uyda maza qilib bola chaqa bilan yesalar bo'ladi. Qaranglar. Qo'nog'i o'rnaydigan joyini ham bitta ko'rsatib ketay. Bunisi kichikroq varianti mana. Qo'nog'i shu holatda o'rnaydi. Xo'p, shu holatda o'rnaydi. Tomlar taylariga folgalar urilgan. Eng qiziq joyi mana yerga suv qo'ymoqchi bo'lsalar, mana yerda o'zining kapsullari bor. Shu yerga suvini, donini oxirchalardan berib joylab bersalar ham bo'ladi. Buni razmerlar bilan tanishtirsam, uzunasiga 1,90 ga 1,10 ligi bor. Keyin uzunasi 2,5 metrga 1,10 ligi bor. Ularimizni narxi
Kichkinasining narxi 2 million 600 ming so'm, kattasining narxi 3 million 300 ming so'mga tayyor bo'lyapti. Yoqqan bo'lsa, akalar, bemalol pastda nomerlar qolgan, aloqaga chiqib olasizlar. Yana qiziq joyi 8 ta 10 ta qo'y boqaman degan akalarimiz bor. Shularga mashaqanga yig'ilib sochiladigan, uzunasiga 4 metr bo'lgan, eniga 1,5 metr tomli qo'yxonalarimizni jasab beryapmiz. Xohlovchilar uchun buni atrofini o'rab ashka qilish imkoniyatlari bor. Endi bu qo'yxonamizning narxiga keladigan bo'lsak, 5,5 million so'mga shu holatda komplekt holatida tayyor bo'lyapti. Xo'p, endi yer qo'ra so'ragan akalarimizga xudo xolasa akalar, mana shunaqangi yer qo'yxona, poltaxtasiz. Misol kimdir yerda boqsa oyog'i og'rib qolyapti deyapti. Kimdir poltaxtada boqsa oyog'i og'rib qolyapti. O'zi qo'yda oyog'i bitta joyda turib qolgandan keyin akalar og'rib qolish holatlari kuzatiladi. Bu vaqtda o'zi veterinar bilan gaplashib turib, oyoqlar, tirnoqlar o'sadi, shu paytda qiydirib, shuni ehtiyot chorasini olgan yaxshi aslida. Bu qo'yxonamiz to'rga 2 metrli 10 ta 12 ta qo'yga moslangan, ko'ryapsizlar, mana shunaqa slivlari, tarnolar hamma yo'g'i bilan qilib berilgan. Xudo xolasa. Narxiga keladigan bo'lsa, shu holatda 4 million 900 mingga tayyor bo'lyapti. Endi boya ko'rsatganimiz, naryoqda ko'rsatganimiz tomsiz varianti 4 ga 1,5. Bularimizni narxi xudo xolasa 4 million 700 ming so'mga tomsiz holatda tayyor bo'lyapti. Bular o'sha 8 ta 10 talik variantlarimiz akalar. Endi 6 talik variant so'raganlarga usti yopiq, taylari poltaxta, xudo xolasa yig'ilib sochiladigan, xohlagan joylarga istanovga qilib bo'ladigan variantlari. Xudo xolasa bularimiz narxi xudo xolasa 4 million 600 ming so'mga tomlari bilan komplekt holatda bitishi tayyor bo'lyapti akalar, xudo xolasa. Endi alohida qo'shqor boqaman, bir-biriniki yemini yeb qo'ymasin, qaysi qo'yim qancha rezultat beryapti, buni bilib turadigan akalarimizga alohida variantlardan xudo xolasa. Bularimiz 2.30 ga 1,5 metr, har bitta xonasi, mana xonalari 75 santimetrdan bo'lib chiqilgan akalar, xudo xolasa. Har bitta xonasi 75 dan bo'lib chiqilgan. Bularimiz narxi 3 million 500 ming so'mga tayyor bo'lyapti. Endi to'g'ri ketaydi, prostoyroq varianti, buni ham tanishtirib o'tdik. Prostoyroq, tay plastmassa bo'lmagan holatda yerga o'rnaydigan variantlardan qo'noqlari bo'ladi, qo'noqqa o'rnaydigan joylari bo'ladi. Xudo xolasa 2 ga 1 metrli bularimizga 10 ta 12 ta to'g'ri ketaveradi. Narxlari 1 million 300 ming so'mdan chiqyapti. Alohida 2 xonali qo'yxona so'raganlarga mana akalar, 2 xonali, alohida har bitta qo'yxonada bo'tga ikkada bo'shaydi, yig'ilib sochiladi. O'zini maxsus o'sha suv qo'yadigan joylar hamma yo'q, qulayliklari bor. Xudo xolasa shahar sharoitida ojonalar, hojotalar niyat qilib berishadi-yu, 2 ta qo'chqor boqaman, ehsonni to'ydiraman, yana 10 ga tashlab qo'yaman. Shunaqalarga zo'r variant, xudo xolasa. Bularimizning narxi 2 million 400 ming so'mdan chiqyapti, xudo xolasa. Endi to'g'ri ketayimizni ham ko'rsatib o'tib ketadigan bo'lsak, bu ham prostoy variantidan ozroq to'g'ri ketay so'raganlarga 1,5 metrga 1 metrli 8 ta 10 ta to'g'ri ketaveradi. Bularimizni narxiga keladigan bo'lsa, xudo xolasa 1 million so'mga qilib beryapmiz akalar. Endi naryoqda boshida ko'rsatdim, 4 ga 1,5 metrli, undan ko'ra kattaroq varianti 10 ta 12 ta qo'y boqaman degan akalarimizga xudo xolasa yig'ma, sochma, xudo xolasa poltaxtali qo'yxonamiz. Buni ham ustiga tom qilib berish imkoniyatlari bor. Qo'yxonamizning narxiga keladigan bo'lsa, narxi 5,5 million so'm. Agar mana shu ustiga tom bo'ladigan bo'lsa, 1 million so'm qo'shilib qoladi akalar. Xo'p, sizlarda ko'p kutilmagan holatda bu yoqdagi qo'yxonamizni ham tanishtirib o'tib ketaylik. Bularimiz xudo xolasa 1,5 ga 1,5, 2 ta 3 ta qo'y boqaman degan akalarimizga xudo xolasa yig'ilib sochiladigan variantda, bu ham zo'r variant. Bularimizning narxi 2 million so'mdan qilib beryapti, xudo xolasa, qadrdonlar. Mana shunaqangi 1,5 ga 1,5 variantlardan. Endi xo'p, 8 ta, 7 ta, 6 ta qo'y boqaman deganlarga 3,5 metrga 1,5 metrli variantlarimiz, bu ham yig'ilib sochiladi akalar, xudo xolasa, tomlar qilib berish imkoniyatlari ham bor. Shu holatda tayyor bo'lishi akalar, xudo xolasa, 4 million 200 ming so'mga tayyor bo'lyapti. Endi 3 metrli variantlarimiz bor. Bular 6 talik varianti. Bularimizning narxiga keladigan bo'lsa, bularimiz 4 million so'mga tayyor bo'lyapti. Endi har bitta qo'yma alohida boqaman degan akalarimiz mana shunaqangi to'rxonalikdan olsalar, foydalansalar ham bo'ladi. Xo'p, bularimizning narxiga keladigan bo'lsa, 4 million 600 ming so'mga mana shu holatda komplekt holatida bityapti, xudo xolasa. Bitta xonasi 1 million 150 mingdan aylanyapti akalar. Endi 2,5 metrli qo'yxona o'zimni Navestaga qo'yaman deganlar mana shaqadan olsalar ham bo'ladi, mana shu qo'yxonalardan, xudo xolasa, Navestaga bemalol tomsiz holatda o'rnaveradi. Bularimizning razmeri 2,5 ga 1,5, 4 ta 5 ta qo'y boqsa bo'ladi. Narxi 3,5 million so'mga chiqyapti mana shu holatda.
boya ko'rsatganimizdek boshidagi agar atrofi 30 litr bo'lib, tepasi tomlari bilan bo'lsa, o'sha 4 million 800 mingga chiqadi akalar. Endi menga 4 xonali emas, 5 xonali qo'yxona ko'rsatiladiganlarga alohida kletkali 5 xonali variantlarimiz, xudo xolasa, bularimizni narxi 5 million 800 ming so'mga tayyor bo'lyapti. Har bitta xonasi 1 million 150 ming atrofida aylanyapti akalar, xudo xolasa. Akalar, mana shunaqangi videolarimiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, yaqin jigarlarga tashab qo'yinglar, xudo xolasa, kimga manfaatli bo'lib qolishi mumkin. Nima deysizlar, qo'yxonamiz yoqdimi? Yoqqan bo'lsa, videodan like muhlab qo'yamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.